Tinglang sizga so'ylayin roviylar rivoyatin. Fikr etib shunda uning anglarsiz kifoyatin. Bir muallim yashabdi, qay zamondir noma'lum. Xasmu holi ne bilmam, bir kasbi kori ma'lum. Saboq berdi, dars berdi donishmand u dahoga. Umri bitib nihoyat ketdi dorul baqoga. Tumonat xalq, shogirdlar borar qabriston tomon. So'nggi yo'lga kuzatdi muallimni olomon. Yo'l yurdi u xo'p uzoq, ko'rinmasdi zohiri. Sirot ko'prigi uzra keldi ustoz oxiri. Bilardi u shu yerda azmu ajr naqdligin. Gunohkorning ko'prikdan yiqilmog'i naqdligin. Balki ustoz fanoda g'ofilroq banda bo'lgan, ehtimol dars chog'lari namozni kanda qilgan. Orttirib bera olmagan zakot, fidya munosib, yashab o'tdi bir umr haju umra benasib. Kimnidir koyigandir ilmu urfon bobida, qancha gunoh borligin bilmasdi hisobida. Qiyomatda so'roqda bilmam qandoq so'z olar, maktab ilmi deb ba'zan qazo bo'lgan ro'zalar. Og'ir o'yga cho'mdi u, botdi g'amning roshiga. Nahotki yetolmasa qil ko'prikning boshiga. Oldinda esa o'sha ikki dunyo aro-roq, qilishdan ham o'tkirroq, qildan ham ingichkaroq. Vahm solardi g'oyat tubsiz jarlik haybati. Yetib keldi nihoyat muallimning navbati. Ko'zlarini yumdi ustoz, fosiq xayol surmay deb. Qil ko'prik ostidagi jahannamni ko'rmay deb. To'zg'igan xayollarin yig'di bemajol xasta. Qo'rquvdan chekib ozor, ko'zlarin ochdi asta. Bilmadi qancha vaqtini xayollarga yo'rg'abdi. Ne ko'z bilan ko'rsaki sirot yo'li tugabdi. Jannatning ostonasi ko'ringani haqiqat. Qil ko'prikda yo'l yurdi rosa 45 daqiqa. Nahot yetdim behishga, taqdirim qutlug' ekan. Demak foniy dunyoda gunohlarim yo'q ekan. Shu vaqt arsha a'lodan kimdir bir vahiy dedi. Ey muallim, aslida gunohlaring ko'p edi. Qil ko'prikdan o'tmoqqa senga tole yor ekan, ta'limingni olgan ko'p shogirdlaring bor ekan. Sirot ko'prigi uzra bir yo'tishdi ular. Har bir gunohing uchun yelka tutishdi ular. Hayratdan qotdi ustoz toleye kulganiga. Allohga ming hamd aytdi muallim bo'lganiga. Qissadan hissa shulki, haq karami keng ekan, muallimning har darsi ibodatga teng ekan.